Shoshma. Oladigan klientga o'xshamayapti. Hozir men o'zim uni 2 minutda javobini berib yuboraman. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Assalomu alaykum. Muharram songa xush kelibsiz. Qanaqa inomarkalar ko'ryapsiz? Bu elektromobilmi? Ha, bu elektromobil emas, gibrid mashinamiz. Dongfeng IP007. Bitta to'liq zarar bilan 1200 km bemalol yurib beradi. Akajon, Nissan Kuzovdagi avtomashinalar bunaqa uchmaydilar aka. Undan ko'ra pastga tushgan akajon, men sizga chiroyli qilib obzor qilib beraman-da. Yuring, men sizga bir arzonroq mashinalarni ko'rsatay. Akajon, mana bu Dongfeng ILS Mage avtomashinasi, 360 gradus kamera. Aka, buni bunaqa bosib tashlash kerak emas. Qarang, 285 million so'm desa, shuncha komfortga ega avtomashinamiz aka. Aka, iltimos akajon, bu o'zi yurib ketish mumkin. Oldinga mashinalar turibdi aka. Akajon, mana bu Dongfeng IP008. Faqat bitta shart bilan buni obzor qilib beraman. Bunga qanaqadir tegish, o'tirish yoki mana kapotini urib ko'rish kerak emas aka. Prosta mana obzorimni eshitasiz, tamom bo'ladimi? Xo'p. Qarang aka, bu avtomashinamiz 1200 km yuradigan gibrid hisoblanadi. Eng qizig'i 7 kishilik katta crossover bo'lsa ham narxi Malibudan ham arzon. 417 million. Bering, ko'rayapman. Akajon, qo'ying shuni ichiga o'tirmaylik. Nimaga kalitni berasiz? Menga qarang, siz kimdan so'rab kalitni beryapsiz? O'zi kelganingizga bir hafta bo'ldi. Kim hali mashina oladi, kim mashina olmaydi, siz bilmaysiz. Ana ko'rdingizmi? Bu oladigan klientga o'xshamaydi bu. Aka, mashinadan tushing. Akajon, tushing mashinadan. Farosatdan borganda signal berib nima bu? Shunga o'z mashinani qilib qo'yasizlar, iltimos. Menga lekin mashina yo'q-da. Bu mashina ko'pchilikka yo'qadi aka. Narxi nechi pul? Narx aka sizni qiynab qo'yadimi deyman-da. Lekin aka Malibudan arzon. 417 million so'm. 417 million? Ha, aka. Qiynab qo'yadimi? Normalni qiynaysiz. Yetadimi shuncha? Bu yerda ko'p-ku aka. Qolgani mana bu qizga. Buni berib beraman. Xaridingiz uchun rahmat, hurmatli mijoz. Aka, men 1 soatdan beri sizga shuncha mashinani tushuntirdim. U qiz nima qildi sizga buncha bonusni berib? Aka.